Surxondaryo viloyati Termiz tumani Ayroton mahallasida joylashgan 384-12 gektarlik 384-kontur yer maydonidamiz. Ushbu yer maydoni Ata Xalq banki Uchqizil bank xizmatlari markaziga biriktirilgan. Ushbu yer maydoniga dehqon xo'jaliklari bilan birgalikda birinchi ekin ishlariga sarimsoq piyozlari ekilgandi. Hozirga kelib bu sarimsoq piyoz ekinlari sotish holatiga tayyorga keldi. Ushbu sotish ishlari Tomaqa zamin MTJ ya'ni lider tadbirkor bilan shartnoma tuzilib, ushbu lider tadbirkor orqali eksport qilish rejalashtirilgan.